premium degan taklifimiz bor. Bu kimlar uchun desak, yuqoridagi boyagi Xisoni onlayn offlayn takliflari o'z ichiga kirib ketadi. Undan tashqari 20 ta offlayn xalqaro olimpiadada qatnash. Uni ham biz ro'yxatini beramiz. Yuqorida aytdik, Copernicus, Olimpiada Yusa va hokazo hammasi unda qatnashish bu yil $20 bo'ldi. Aslida o olimpiadalar $25 rasmiy saytiga ham kirib ko'rishingiz mumkin. Biz arzon qilib, iltimos qilib, o'zimizni ulushdan voz kechib qildik va $20 ya'ni 250 mingdan hisoblaganingizda ham siz 20 ta olimpiadadan, misol uchun, 6 million so'm yutishingiz mumkin. Va 10 ta xalqaro onlayn olimpiadalar bor. Ya'ni masalan, ingliz tilisi, boshqa olimpiadalarni biz demak offlayn o'tkazishga ba'zida vaqtimiz bo'lmaydi, onlayn tarzda o'tkazamiz. Undan ham siz 3 million 600 ming so'm, ya'ni agar hammasiga qatnashsangiz 3 million 600 sarflashingiz kerak. Endi o'z sinfi bo'yicha istalgan Xisoni kitoblariga to'plamini sovg'a qilamiz. Demak, bu yerda 1 million xato yozilib ketdi, 2 million turadi aslida kitoblar to'plami umumiy narxi. Demak, sovg'a oladi. Ya'ni boya kitobga 50% chegirma bo'lgan bo'lsa, bu yerda to'liq kitobni oladi. Ya'ni masalan, farzandingiz 1-sinfmi, 1-sinfga to'g'ri kelgan hamma kitobimizni demak sovg'a qilamiz, dastxati bilan, imzosi bilan va kun testi uchun 10 ming tanga beriladi. Bu pulga chaqadigan bo'lsak 5 million so'm. Ya'ni bu degani kun testida siz 2-3 yil uzluksiz bepul qatnasha olasiz degani. Ya'ni masalan, farzandingiz hozir 1-sinf, 2-sinf ko'pchilik yozadi. Farzandim 1-sinf nima qilsam bo'ladi? 4-sinfda prezident maktabiga kiritmoqchiman deydi. 1-sinfidan kun testini boshlasa, uzluksiz qatnashib bo'lsa va bizning olimpiadalarda uzluksiz qatnashib bo'lsa, prezident maktabiga kiradi. Bu balandparvoz gap emas, juda ham ko'p. Bizni hatto ba'zida kitoblarimizga shu 20 ta prezident maktabiga kirgan o'quvchimizni rasmini qo'ydik, qarasak keyingi kitoblarimizga sig'mayapti. 50 ta, 60 ta, 200 tadan oshib ketdi. Shuning uchun uni qo'shmay ham qo'ydik va bizning kitoblarimizdan va olimpiadalarimizdan O'zbekistonni deyarli hamma joyda o'quv markazidagilar, boshqalar qatnashtiradi. Hatto olimpiada o'tgandan ko'p o'quv markazlarining rahbarlari, do'stlarimiz, shogirdlarimiz yozadi. Testingizni tashab bera olmaysizmi, o'quvchilarga yechtirmoqchi edik. Men aytaman, bizda olimpiadaga qatnashgan o'quvchilar testni o'zi bilan olib ketishi mumkin. Birinchi olimpiadamiz biz. Kerak bo'lsa O'zbekiston bo'yicha emas, dunyo bo'yicha, ya'ni savollarni o'zlari bilan berib olgan. Mana oralaringizda DTMga yoki mana ustozlarimiz attestatsiyaga kiradi, olimpiadalarga kirishadi, o'quvchilar boshqa olimpiadalarda sizga savolingiz tugul chernovingizni, ya'ni qoralamangizni ham olib qolishadi. Prezident maktab imtihonida ham boshqasida ham. Biz savollarni ham berib yuboramiz va savollarning oxirida QR kod turadi. Bittasi natijalarga bo'lsa, ikkinchisi video yechimlarga. Ya'ni bizning maqsadimiz professional jamoa tomonidan tuzilgan zo'r savollar yordamida farzandingizni kamchiligini aniqlab kuchaytirish. Masalan, men birinchi marta o'quvchilarga dars o'tayotganimda bir kun bitta o'quvchim xafa bo'lib o'tirgandi. 2016-17-yillar. Keyin nimaga xafasan desam, 10 ta bergan savolingizdan 2 tagina yechdim, unda ham ishonchim komil emas deganda. Keyin men aytganman unga, tasavvur qilgin, bugun darsimdan sen 8 ta yangi narsa o'rganib ketasan. Tasavvur qil, 10 tadan 10 ta yechuvding, hech narsa o'rganmay ketarding-ku bugun. Sen lekin menga pul to'layapsan, qaysida yutding sen deganman. Shundan keyin qaytanga, ya'ni yecha olmagan savollar ko'paygani sari xursand bo'ldi. Shu jumladan ota-onalarga ham aytardim, farzandingiz bizning olimpiadalarga kelib qaysidir savollarni yecha olmadim, uni qo'ymang. Aksincha siz xursand bo'ling. Farzandingizni zaif tomoni aniqlandi va shuni to'ldirsangiz kuchayadi farzandingiz. Demak, keyingisiga paketga o'tsak bo'ladi va bu bitta qaytarsak, bu paketimiz demak 18 million so'mlik narsani juda ham katta chegirma, deyarli 4 marta kam narxiga, demak 4 million 788 mingga xarid qilishingiz mumkin va buni ham boya aytganimdek 200 ming so'm kartaga to'lov qilib, demak joyingizni band qilib qo'yishingiz va bir hafta 10 kun ichida to'lov qilib, keyingi yil nima olimpiada bo'lsa, ya'ni xalqaro olimpiadami, boshqami qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Bu o'ylab qarasangiz, oyiga bo'lib olsa ham, misol uchun, agar misol uchun 6 million deganingizda ham oyiga 500 mingdan tushishi mumkin edi. Lekin bu 6 million ham emas va siz bo'lib olsangiz hozir 12 ga bo'lsangiz 400 mingdan tushadi. Ya'ni farzandingiz uchun oyiga 400 ming, lekin shuncha imkoniyat uchun bu arzima, ya'ni juda katta imkoniyat deb hisoblayman. Shaxsan o'zim o'quvchi bo'lganimda birinchi bo'lib xarid qilardim. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, hurmatli ustozlar, ota-onalar. Hozir biz sizlar bilan Einstein Prize xalqaro olimpiadasining 1-2 savollarni tahlil qilib chiqamiz. Demak, boshladik. Birinchi savol: fermada 200 kilogramm quruq pichan bor, uning sigiri har kuni demak 10 kilogramm quruq pichan yeydi. Fermer sigirni dushanba kuni boqishni boshlaydi. Shunga ko'ra pichan qaysi kun tugaydi?
Demak, 10 kilogramm pichan yerkan kuniga fermerda demak 200 kilogramm bo'lsa 200 ni 10 ga bo'lamiz. 20 kunga pichan yetar ekan. Xo'p, u dushanba kuni boshlabdi. Demak, birinchi kun bu dushanba ekan mana. Birinchi kun dushanba. Birinchi kun dushanba bo'lsa, 7-chi kun nima bo'ladi? Yakshanba bo'ladi. Yakshanba. Xuddi shunday hafta kunlari har 7 kunda takrorlanadi. Shu sababli 14-kun ham yakshanba bo'ladi. 14-kun ham yakshanba. Xuddi shunday 21-kun ham yakshanba bo'ladi. Endi bizdan 20-kun kerak-ku, chunki 20 kunga yetardi-ku. 20-kunga qaraydigan bo'lsak, u yakshanbadan bir kun oldin shanba bo'ladi. To'g'ri javob o'quvchilar D javob bo'ladi. Ikkinchi savol. Quyidagi demak, ikkinchi savol. Quyidagi shakl teng kvadratlarga bo'lingan. Shakldagi har bir kichik kvadratning tomoni 6 cm ga teng. Shaklda belgilangan A va B nuqtalar orasidagi AB masofani toping debdi. E'tibor bering. 6, 6, 6. Demak, 6 kira 3 18 bo'ladi. To'g'ri javob C javob. Uchinchi savol tepada ekan. Demak, e'tibor beramiz. Uchburchaklarning o'lchamiga qarab sanaymiz. Demak, bu yerda quyidagi shaklda nechta uchburchak bor degan. Bittalik uchburchaklar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta uchburchak bor. Bittalik uchburchakda plus endi xo'p, o'rtancha uchburchaklarni sanaymiz. Ya'ni mana bunaqa uchburchaklarni. 1, 2, 3 mana shu uchburchaklarni sanasak bular 3 ta plus endi eng katta uchburchagimiz bor mana bu yerda. Mana bu uchburchak bitta. Bu 13 ta bo'ladi. To'g'ri javob D javob bo'ladi o'quvchilar. Xo'p, keyingi savol 4-savol bo'ladi bu. Xo'p. L shaklidagi bitta blok 3 ta kichik kvadratni qoplaydi. Taxtada 12 ta kichik kvadrat bor. Taxtani to'liq qoplash uchun nechta L blok kerak bo'ladi deyapti. Demak, 12 ta katakcha bo'lsa, 12 ni 3 ga bo'lamiz. 4 ta kerak bo'ladi va 4 ta bilan qoplab ko'rsatamiz. Mana 1 yo'q, 3 tasini qoplar ekan-ku. Yo'q, 3 tasini qoplasa mana 1 2 yo'q, bunday 2 3 4 mana 4 tasi bilan qoplasa bo'lar ekan. Javob B. Xo'p, 5-savol. Quyidagi shaklda 2 kvadrat berilgan. A va B nuqtalar orasidagi masofa 1 metr. B nuqtada turgan Bart faqat chiziqlar bo'ylab yura oladi. Agar Bart 2 metr yursa, A, B shu harflardan nechtasiga yetib bora oladi debdi. Demak, Bart B nuqtada turibdi ekan mana. Mana shu nuqtada turibdi. 2 metr yurar ekan. Demak, 1 metrda joylashgan nuqtalar. Demak, 1 metrda joylashgan nuqtalarga yetib boradi. Bu A, C, Y nuqtalar. Bu yerda aynan 2 metr yurishi shart demagan. 2 metr yursa deyapti. Demak, 2 metr yura olsa aniqrog'i. Yo'q, 2 metr yursa ham farq yo'q. 2 metr yursa ham A ga boradi-ku axir. Xo'p, 2 metr bilan D, F, H ga boradi mana. D, F, H ga boradi. Demak, jami 3 + 3 6 ta shaharga nuqtaga borar ekan. Javob C javob bo'ladi. 6-savol. Xo'p. Bir guruh sayyohlar Parij, Madrid yoki Rim shaharlaridan faqat bittasiga tashrif buyuradi. Quyidagi piktogrammada har bir doira 4 nafar sayyohni bildiradi. Shunga ko'ra Parij yoki Rimga borgan sayyohlar soni Madridga borgan sayyohlar sonidan nechtaga ko'p debdi. Demak, mana bu 4 ta, 4 ta, 4 ta, 4 ta. Bular 16 ta ekan. Bu 4 ta, 4 ta, 4 ta, 4 ta, 4 ta. Bu 20 ta ekan. 4, 4, 4, 4. Bularning hammasi 4. Demak, 7 kira 4 28. Demak, nima qilamiz? 16 ga 20 ni qo'shamiz. Bu 36 chiqadi. Bu Parij yoki Rimga borganlar. Bular endi Madridga borganlardan qancha ko'p desa, ayirib tashlaymiz, 8 taga ko'p bo'ladi. To'g'ri javob C javob bo'ladi. 7-savol. Demak, 3 nafar farzandi Hans, Lena va Felixning onasi qandolatchilik do'koniga boradi.
butun bir 4,28 euro turadi. Ona 4ning yarmini sotib oladi. Hans, Lena, Felixning har biri 4ning chorak qismini sotib oladi. Agar ona kassaga 50 euro bersa, u necha euro qaytim beradi? Demak, onasi yarmini sotib olsa, demak, onasi bu 28 bo'lib 2 14 eurolik sotib olgan bo'ladi. 3 ta bola olgan to'rtlar, demak, har bir bola choragini sotib olsa, demak 28 ni 4 ga bo'lamiz, 7 eurodan tushadi. 3 ta bola esa shunda 7 ni 3 ga ko'paytiramiz, 21 euro tushadi mana. Evromi? Euro tushadi. Shunda ona va bola jami qancha to'lov qilishadi? 14 plus 21 35 euro to'lov qilishadi. 50 dollar bergan, 50 euro bergan bo'lsa, 50 eurodan 35 ni ayiramiz, 15 euro zdachi qaytim olish kerak. Javob B. Xo'p, 8-savol. Oziq-ovqat do'konida 3 ta tarvuzning umumiy massasi 24 kg. Shuningdek, bitta tarvuzda bitta ananasning umumiy og'irligi 11 kg. Shunga ko'ra bitta ananasning og'irligi necha kilogramm? 3 ta tarvuz 28 kg bo'lsa, demak 24 kg bo'lsa, 24 ni 3 ga bo'lamiz. Bitta tarvuz 8 kg chiqadi. Ikkinchi ish, bitta ananas va bitta tarvuz 11 kg bo'lsa, 11 dan 8 ni ayiramiz, ananasimiz 3 kg chiqadi. Mana o'quvchilar, 3 kg ekan ananas. Javob B. 9-savol. Quyidagi juft sonlarning yig'indisi nechaga teng? Juft sonlar bu yerda 2 ga bo'linadigan sonlar bo'ladi. 2, 6 bor bu yerda faqat. 2 plus 6 yig'indisi 8. To'g'ri javob B. Xo'p, 10-savol. 250 daqiqadan keyin quyidagi devor soati nechini ko'rsatadi? Demak, devor soati hozir 8:00 ni ko'rsatib turibdi. 250 daqiqa degani bilasizlar, 1 soatlaringiz 60 daqiqa bo'lganini hisobiga 250 daqiqamiz 4 soat u 10 daqiqa chiqadi. Demak 8:00 bo'lsa, bunga 4 soat u 10 daqiqani qo'shadigan bo'lsak, 12:10 chiqadi. To'g'ri javob D. 11-savolga o'tamiz endi. Xo'p, A va B raqamlar bo'lsin. A 7 soni 37 dan katta. Mana bu 2 xonali son 37 dan katta. Bu degani o'quvchilar A 3 dan katta degani. Xo'p, B 2 soni 42 dan kichik. Bu degani o'quvchilar B soni 4 dan kichik degani. Xo'p, A va B qiymatlarining yig'indisi nechta turli qiymatni qabul qilishi mumkin debdi. Demak, A soni 3 dan katta bo'lsa, A sonining qiymatlari mana bu yerga yozaman. Bu 4, 5, 6, 7, 8, 9 bo'lishi mumkin. B soni 4 dan kichik bo'lsa, buning qiymatlari 0, 1, 2, 3 bo'lishi mumkin. Demak, A plus B yig'inda qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlarning eng kichigi, demak bu 0 plus 4 bo'ladi, ya'ni 4 bo'ladi. Eng kattasi esa, mana 0 bilan 4 ni olsak, bu eng kichkina qiymat chiqadi yig'indisi. Eng kattasi 9 bilan 3 ni yig'indisi, ya'ni 12 chiqadi. A plus B larga qaraydigan bo'lsak, demak 4 dan 12 gacha barcha qiymatlar bo'ladi. 4, 5, 6, 7 va hokazo 12. Demak, bu yerda nechta qiymat bor? Demak, bu yerda o'quvchilar 4 dan 12 gacha necha xil qiymat bor? 9 xil qiymat bor. Shuning uchun javob 9 xil chiqadi. Bu javobning javobi 9 bo'ladi. Xavotir olmanglar, bu videomiz bizni ikkinchi marta tahrirlash jarayonimiz hisoblanadi. Shu sababli sizlarga 9 degan javob tushgan bo'lishi kerak. Xo'p, ketdik. 12-savolga o'tamiz endi. Quyidagi shaklda nuqtalarning joylashuvi ma'lum bir qonuniyat asosida o'zgaradi. Uning dastlabki 4 qadam berilgan. Shunga ko'ra quyidagilardan qaysi biri qonuniyatning 5-qadami bo'ladi? E'tibor beringlar, bu yuqori chap burchakda turibdi. Keyin pastki chapga o'tdi, keyin pastki o'ngga o'tdi, keyin past yuqori o'ngga o'tdi. Demak, oxirgi holat yana endi 5-holat, step 5. Mana bu birinchi holatga o'tadi. Birinchi holat bilan bir xil bo'ladi, ya'ni mana bu yerga o'tadi. Demak, to'g'ri javob A javob bo'ladi. Xo'p, 13-savol. Quyidagi sonlar jadvalida sonlar ma'lum bir qoida asosida joylashtirilgan. Shunga ko'ra bo'sh katakka qaysi son yozilishi kerak debdi. Xo'p, e'tibor beringlar. Mana bu yerda 12 turibdi, 21 turibdi, 34 turibdi, 43 turibdi. Ya'ni raqamlarning teskari tartibi turibdi. Bu yerda ham 56 tursa, bu yerda ham 65 turish kerak endi. To'g'ri javob B javob bo'ladi. Xo'p, 14-savol. Grafinda 258 gram sut bor. Sutning
Yarmi ichilgandan so'ng grafinda qolgan sutga yana 159 gram sut qo'shiladi. Oxirgi holatda grafinda necha kilogramm sut bo'ladi? Dastlab demak 258 gram sut bo'lsa, uni yarmini ichsa, 258 ni 2 ga bo'lamiz, 129 gram ichgan bo'ladi. Demak, qolgan yarmi qolgan bo'ladi. Ya'ni yana 129 qolgan bo'ladi-da o'shanda. Endi unga yana 159 qo'shadigan bo'lsa, 129 qo'shilgan 159 bu 288 bo'ladi. To'g'ri javob C bo'ladi o'quvchilar. Xo'p, 15-savolga o'tamiz. Haydi bog'da sayr qilmoqda. Avval 11 metr oldinga yuradi, keyin 6 metr orqaga yuradi, so'ng 8 metr oldinga yuradi. Shunga ko'ra Haydi boshlangan joydan necha metr uzoqlikda joylashgan? 11 metr oldinga yursa, plus 11 metr oldinda, keyin 6 metr orqaga yuradi, keyin yana plus oldinga yuradi, 8 metr mana. Plus 11 minus 6 plus 8. Bu degani o'quvchilar plus 13. Ya'ni u boshlangan turgan joydan 13 metr uzoqga ketgan bo'ladi. Mana to'g'ri javob B. Xo'p, 16-savol. Quyidagi amallarni bajaraylik. Ushbu natijalarning yig'indisi nechiga teng bo'ladi? 27 dan 25 ni ayiramiz 2, 23 dan 21 ni ayiramiz 2, 19 dan 17 ni ayiramiz 2, 15 dan 13 ni ayiramiz 2. Demak, bularning hammasini yig'indisini topish uchun 2 ni 4 ga ko'paytiramiz. 8. To'g'ri javob B. 17-savol. Xo'p, Klara soat 7:30 da uydan chiqadi. Uning uyi bilan sport zali orasidagi yo'l 1 soat 30 daqiqa vaqt oladi. Klara sport zalida 2 soat mashq qiladi, so'ng uyga qaytish uchun 1 soat ketadi. Klaraning sevimli teleko'rsatuvi soat 12:00 da boshlanadi. Shunga ko'ra Klara uyga kelganda ko'rsatuvning boshlanish vaqtiga nisbatan qanday holat yuz beradi debdi. Demak, biz o'quvchilar o'sha 07:30 ga hamma mashg'ulotlarning vaqtini qo'shamiz. Demak, yo'liga 1 soat 30 daqiqa ketsa, bunga 1 soat 30 ni qo'shamiz. Plus 2 soat mashq qilishga ketsa, 2 soatni qo'shamiz. Keyin 1 soat yo'lga ketsa, yana 1 soatni qo'shamiz. Bunda jami 7:30 ga 1:30 ni qo'shsak 9:00 bo'ladi. Keyin 9:00 ga 2 soatni qo'shsak 11:00, 11:00 ga 1 soatni qo'shadigan bo'lsak 12:00 bo'ladi. Demak, ko'rsatuv ham 12:00 da boshlanadigan bo'lsa, demak ayni vaqtda uyga kelgan bo'ladi-da u. Bormi javob shunaqa? Mana B javobda u ko'rsatuv boshlanish vaqtida uyga keladi debdi. Demak, to'g'ri javob haqiqatan ham B javob bo'ladi. Ko'rsatuv boshlanish vaqtida uyga kelar ekan. Xo'p, 18-savol. Bir guruhda 3 kishi bor. Bir jamoada 2 ta guruh bor. Xo'p, shunga ko'ra ikkita jamoada necha kishi bor? Mana ko'rib turibsizlar, jamoalar chizib ham ko'rsatilgan ekan. Sanab chiqinglar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Demak, 12 kishi bor ekan ikkita jamoada. To'g'ri javob D javob. 19-savol. Betty 8 yoshda, Antonning yoshi Bettyning yoshining yarmiga teng. Kalibning yoshi Bettyning yoshidan 2 yosh kichik. Shunga ko'ra Kalib necha yoshda? Demak, bu yerda Antonning ahamiyati yo'q umuman. Chunki bizda Betty 8 yoshda va Kalibning yoshi Bettyning yoshidan 2 yosh kichik deyapti. Demak, shunchaki Bettyning yoshi 8 bo'lsa, 8 dan 2 ni ayirib qo'yamiz 6. Kalibning yoshi 6 yoshda ekan bu yerda o'quvchilar. Shu sababli bu yerda Antonning aloqasi yo'q ekan. Javob C. 20-savolga o'tamiz endi. Gipatiya birinchi kuni kitobning 4 sahifasini o'qiydi. Keyingi kunlarda esa har kuni 6 sahifadan o'qiydi. Jami 28 sahifadan iborat Gipatiya kitobni necha kunda tugatadi? Demak, birinchi kun 4 sahifasini o'qisa, 28 dan 4 ni ayiramiz, 24 sahifa qoladi. 24 sahifani 6 sahifadan o'qisa, 24 ni 6 ga bo'lamiz, 4 kunda tugatadi qolgan kitoblarni. Endi u boshida 4 sahifani ham bir kunda o'qigan edi-ku. Demak, 4 kunga qolgan 24 betni o'qiydigan 4 kuniga plus qilamiz. Boshida 4 sahifani o'qigan kunni, ya'ni 1 kunni. Shunda jami kitobni 5 kunda tugatadigan ekan. To'g'ri javob B javob o'quvchilar. Xo'p, 21-savol. Xo'p, quyidagi sonlardan 15 dan kichik va juft bo'lganlarning yig'indisiga 15 dan katta sonlarning soni qo'shilsa, natija nimaga teng bo'ladi debdi. Xo'p, 15 dan avvalo biz mana buni topishimiz kerak. 15 dan kichik juft bo'lganlarning yig'indisiga deyapti. Demak, 15 dan kichik juft bo'lganlarni topib chiqamiz. Ular 6, 14, 4 va 12 bo'ladi. Mana bu raqamlar bo'ladi.
Hop, bularni yig'indisi haqida gap ketayotgani uchun bularni qo'shishimiz kerak. 6 plus 14 plus 4 plus 12. Bularni qo'shsak 36 chiqadi. Endi 15 dan katta sonlar haqida so'rayapti. Endi mana 15 dan katta sonlar. 15 dan katta sonlar bizda 18 bilan 21 ekan. 9 kerak emas ekan bizga. Ularni soni 18 bilan 21 bu ikkita. Xo'p, nima bo'ladi qo'shilsa ikkalasi? Ya'ni mana bu 36 bilan mana ikkita qo'shilishi kerak. Demak 36 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak 38 bo'ladi albatta. To'g'ri javob B javob. Xo'p, 22-savol. Quyidagi shakllarning qaysi birini burchagi yo'q? Albatta aylanada hech qanaqa burchak yo'q. 3 burchakda mana burchak bor, 4 burchakda bor. Mana kvadratda ham bor. Mana qizili kvadrat, yashili to'g'ri 4 burchak. 23-savol. Quyidagi ifodaning qiymatini hisoblang debdi. Buni hisoblaganda mana oson usuli bor. 10 dan 9 ni ayirasizlar 1, 8 dan 7 ni ayirasizlar 1, 6 dan 5 ni ayirasizlar 1, 4 dan 3 ni ayirasizlar 1, 2 dan 1 ni ayirasizlar 1. Hammasini qo'shasizlar mana 1 1 1 1 1. Jami 5 bo'ladi. 24-savol endi. Xo'p, tarvuzning massasi 7 kg, ananasning massasi 3 kg, 13 ta tarvuz va 17 ta ananasning umumiy massasi qancha debdi. Demak, bo'ldi, topamiz. 13 ta tarvuz bo'lsa, har biri 7 kg dan bo'lsa, 13 ni 7 ga ko'paytiramiz, 91 kg chiqadi. 17 ta ananas bo'lsa, har biri 3 kg dan bo'lsa, 3 ga ko'paytiramiz, 51 kg chiqadi. 91 ni 51 ga qo'shamiz endi, jami 142 kg chiqadi. Xo'p, bormi javobimiz? C javob ekan. Va nihoyat mana oxirgi savolimiz. Quyida ayrim mevalarning soni berilgan. Soni eng ko'p bo'lgan meva bilan soni eng kam bo'lgan meva orasidagi farq nechta debdi. Mana e'tibor beringlar, eng ko'pi bizda olma 7 ta. Eng kami bizda banan 4 ta. Orasidagi farq 7 - 4 3 ta. To'g'ri javob B javob qo'shiladi. Mana shu bilan biz barcha savollarni tahlil qilib bo'ldik. Demak, bu YouTube kanalida ko'ryapsizlar. Agar tushunmay qolgan joyingiz bo'lsa, videoni orqaga qaytarib boshqatdan ko'ring yoki izohlarda yozib qoldiring. Keyingi olimpiadalarda barchangizga omad, sog' bo'ling, salomat bo'ling.